Yangi oshkorlangan hujjatlarda Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari va u yerdagi bostirishlarga aloqador yangi ma'lumotlar o'tirg'i qo'yildi. Washingtonga joylashgan xalqaro tadqiqotchi muxbirlar ittifoqining deyishicha, bu hujjatlarda Xitoy hukumatining qanday qilib qattiq qamal qilingan bu lagerlarda millionlagan musulmonga ming yush elib borganligi o'tirg'i qo'yilgan. Mazkur hujjatlarda Xitoyning maqsadining kishilarning ideyasi va tilini o'zgartirish ekanligi ko'rsatilgan. Doirlar bu o'rinlarga kishilarning o'zi xolab kasbiy bilim olish uchun kirganligini aytib kelgan bo'lib, bu hujjatlarda egiz tamlar, ko'zitish monorlari va ko'zitish uskunalari bilan qo'rshalgan bu lagerlarning turmidan farqi yo'qligi o'tirg'i qo'yilgan. Kanadada o'tkazilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiriga qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa ba'zi davlatlarning harbiy amaldorlari bilan ko'rishdi. Dolqin Aysa Amerika sohil bexatarligi qo'mondoni Dengiz armiya generali Karl Schultes, Polsha armiyasi bilan shtab boshlig'i Rajinomid Androzejzak qatorliqlar bilan ko'rishdi va ular bilan Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida fikr almashtirdi. Hong Kongda necha oydan buyon davomlashayotgan namoyishlar soyasida o'tkazilgan yerlik saylamda demokratiya tarafdorlari Beijing tarafdorlarini zo'r ustunlik bilan yengdi. Hong Kong nüfusi 7 milyon 400 ming bo'lib, jami 18 rayondan 452 nafar parlament a'zosi saylab chiqiladi. Demokratiya tarafdorlari 20 dan ko'p o'rinni qo'lga keltirgan bo'lib, bu yerlik saylam kelar yillik parlament cho'ng saylami uchun hal qilg'uch ahamiyatga ega. Amerika prezidenti Donald Trump o'zining Hong Kongni qo'g'dab qolganligini aytdi. Fox xabar kanalining Fox va Do'st nomli programmasiga qatnashgan Trump Hong Kongdagi namoyishlar haqida to'xtalganda, "Men erkinlik tarafda turaman, men biz qilishni orzu qiladigan ishlarning tarafida turaman, lekin biz hozir tarixiy xarakterlik bir savdo kelishimi tuzish oldida turyapmiz" dedi. U Xi Jinpingning texi necha ming kishining o'limiga sabab bo'ladigan bostirish ilib bormaganligini, buning dal o'zining Xitoy bilan savdo suhbati ilib berayotganligi uchun bo'lganligini aytdi. U mundaq dedi: "Agar men bo'lmagan bo'lsam, Hong Kong allburun tugishadi. 14 minutga ketmaydi." U Xitoy bilan savdo kelishimini tuzishning ahamiyatini ta'kidlab, o'zining Hong Kongni qo'llaydiganligini, lekin Xi Jinpingning tarafidami turadiganligini aytdi. İran saqchi qismi diniy va siyosiy bo'limning boshlig'i Adiyani Saudiya Arabistonining Irondagi benzin bahosining o'sishiga qarshi namoyishlarni qo'llaganligini bildirdi. Tasnim agentligining xabar qilishicha, Adiyani biz qo'lga ilinganlarni so'roq qilish jarayonida orasidagi bir qism kishilarning Saudiya Arabiston, munofiqlar va podshoh tarafdorlari bilan munosabati borligini bayqadik dedi. Bu namoyishlarda saqchilar bilan namoyishlar orasida yuz bergan to'qinishlar bexatarlik jangi deb atadi.